Diqqat! Yoz mavsumida muzqaymoq iste'mol qilayotganlar, farzandiga olib berayotganlar va tanishlarini ham iste'mol qilayotganligini bilayotganlar ushbu videorolikni oxirigacha ko'ring. Siz uchun foydasi va zarari haqida bilib oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan boshqalar ham xabardor bo'lishligi uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling, muzqaymoq bu yoz oyining ajralmas shirinligi bo'lib, bu shirinlik uchun eng ko'p iste'mol qilinadigan muzlatiladigan taom bu sut, qaymoq va mevalar yordamida tayyorlanadi. Biroq ko'proq navlar tarkibida yuqori miqdorda shakar mavjud va qaymoq tufayli yog' va kaloriya hisoblanadi. Kelinglar birinchi bo'lib muzqaymoqning foydalari haqida sanab o'tsak, so'ngra zararlarini ham sizlarga keltirib o'tamiz. Muzqaymoqning foydalari va afzallik qanday? Muzqaymoq tarkibida sut va qattiq sut moddalari bor. Shuning uchun ular vitaminlar va minerallar uchun juda ham boydir. Ya'ni u muzlash vaqtida energiya beradi. Buning sababida shunchaki unda shakar ko'p. Bu sizni bir zumda kuchga to'ldiradi. Muzqaymoq bu fermentlarga ovqatlarning bir turi va fermentlangan ovqat nafas olish va oshqozon ichak salomatligi uchun foydali ekanligi ma'lum bo'lgan. Yaxshi nafas olish tizimi va ichakning sog'lig'i oxir-oqibat immunitetlarni yaxshilaydi. Tadqiqotlar shuni aniqladiki, muzqaymoq iste'mol qilayotganlar iste'mol qilmayotganlardan ko'ra sergakroq bo'ladi. Kalsiy tanadagi suyuqliklarni sog'lig'ini saqlash uchun eng zarur bo'lgan minerallardan biridir. Ammo bu mineral organizm tomonidan ishlab chiqarilmaydi. Ya'ni organizmni kalsiyga bo'lgan ehtiyoji qondirish uchun kalsiyga boy taomlarni iste'mol qilish zarur. Muzqaymoq esa kalsiy bilan to'ydirilgan taomlardan biridir. Muzqaymoq iste'mol qilish ko'ngilni ko'tarishi mumkin. Buning ilmiy izohlar va keltirib berilgan faktlar mavjud. Muzqaymoq iste'mol qilayotganda tanangizda serotonin degan gormon paydo bo'ladi. Ko'krak bezi saratonining oldini oladi, holsizlikni oshirmaydi. Muzqaymoqning zararlari. Endi esa videoroligimizning eng qiziq nuqtasiga yetib keldik. Ya'ni muzqaymoqning zararlari qanday ekanligini aytib o'tamiz. Ko'pchilik qayta ishlanadigan shirinliklardan bo'lgani kabi muzqaymoqning ham zararli tomonlarini bilish kerak. Muzqaymoqning tarkibida yuqori miqdorda shakar mavjud. Muzqaymoqning kaloriyasi yuqori, lekin kalsiy va fosfordan tashqari uning ozuqaviy tarkibi juda past. Aksariyat muzqaymoqlarda yuqori darajada qayta ishlangan va tarkibida sun'iy tatlantiruvchi hamda qo'shimchalar kabi tarkibiy qismlari mavjud. Endi esa savol yuzaga keladi. Sog'lom muzqaymoqni qanday iste'mol qilish kerak? Ba'zilar sog'lom ovqatlanishning bir qismi sifatida muzqaymoq iste'mol qilishni qabul qiladi. Muhimi me'yorida harakat qilish kerak, deyiladi ma'lumotda. Videorolik ostiga like bosib, videoni muzqaymoqni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.